Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hozir anglaydiganinglar doktor Mamtimin A'laning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazarnoma kitobining qayg'urish va uning ta'sirlari nomli bo'limi. Qayg'u seni o'zgartmaydi. Xeyzil u seni ayon qiladi. John Gerin. Qayg'urma. Yo'qotganlaring boshqa bir shaklda sen qaytib keladi. Jaloliddin Rumi. Ushbu qatlam davomlashgan sari chet eldagi hamma Uyg'ur degidek yetilgan mundaq bir o'rtaq psixik holat bor. Yo'qotish va uning qayg'urish. Ular tuproqlarni nurg'un yillar ilgari yo'qotdi va shuningdan keyin o'zining vatanida mahbusdek va hatto quldek yashashga majbur bo'ldi. Ular o'zlarining diniy haq-huquqlarini, o'limalarini, an'anasini, muassasalarini tamamen degidek yo'qotyotdi va hozir majburiy holda dinsizlikqa majburlanyotdi. Ular o'zlarining külturining yadrolarining bir bo'lgan va ajdodlari necha asrlardan beri so'zlab kelgan tilini yo'qotyotdi. Ve hazır bu tilning keyingi avlodlarda saqlanib qolishi to'liq xarisliq bir ishga aylanyotdi. Ular o'zlarining keyingi avlodlarini yo'qotyotdi va bu avlodlar hozir majburiy xitoylashtirish jarayonida tasvirligisiz asoratda qilyotdi. Asorat tortyotdi. Ular osmonini qara qog'larda qoplab ketgan kameralarning ko'zishi ostida lagerlarga va turmalarga qamalish jarayonida o'zining bexatarlik tuyg'usini yo'qotyotdi va qechib qutulg'usiz bir sharoitga mahkum bo'lganligini tan olishga majbur bo'ladi. Ular lager va turmalardagi tugumas va zulmliq meni yo'yishlarda o'zining kallasini yo'qotyotdi va kelgusida nima qilishini bilmayotdi. Ularning mutlaq ko'p qismi degidek salomatligidan ayrilyotdi va hatto ba'zilari lagerdan chiqqandan keyin o'lib ketishga boshladi. Ularning ba'zilarining eng qorong'uda, ular eng ehtiyojli bo'lgan, ularga qaramay turib olgan insoniyatga bo'lgan ishonchimi yo'qolyotdi va dunyodan bezyotdi. Chet eldagi Uyg'urlar bo'lsa vatandagi Uyg'urlarning bir-birlab yo'qolib ketishi va o'ltirilishidan yuraklari par-par bo'lyotdi. Butkul Uyg'ur diasporasini hasratning qor bulutlari qopladi. Amerikada yashaydigan Iroda Qashqari 2019-yili chet eldagi Uyg'urlarning yo'qotish hasratlarini mundaq yig'inchoqladi. Jamoatimiz yaqinda Uyg'ur kalendaridagi eng muhim bayramlarning biri bo'lgan Navruz bayramini qutlaqlamoqchi. Tabriklash faoliyati odatda naqsh usullar aralashgan she'riyat kechiligi va komediyalarni o'z ichiga oladi. Iroda Qashqari bu qatimliq tayyorlik komitetining ichida bo'lib, o'zining Şinjandagi xalqning izchil zulmga uchrashining bu qatimliq tabriklashning kayfiyatiga qattiq ta'sir ko'rsatganligini aytdi. Bu qatim usul o'ynash amaldan qoldirildi. An'anaviy naqshlar motam temalariga va navbatda atalmış Şinjanda lagerlarda yetayotgan Uyg'ur san'atkorlari yozgan nadir naqshlarga markazlashadi. Biz hasratlanayotgan bir xalqmiz, dedi Qashqari. Ko'nglimiz yerim, yurakimiz laxta. Til bilan ta'sirligisiz mana shunday g'oyasor kollektiv yo'qotishda ularni eng qattiq hasratlantirdigani yanada vatanini yo'qotishdir. Chunki boshqa hamma narsani yo'qotish dal ularning vatanini yo'qotish sababidandir. O'zining eng yaxshi ko'radigan odamini yo'qotish ba'zida dunyoni yo'qotishdek bilinsa, vatanini yo'qotish hamma narsaning yo'qolganligini bildirdi. Dal mana shu yo'qotish hissining markazida teran bir qayg'urish bor. Ko'tirib qo'piqsiz bir qayg'urish. Qayg'urish odamning yaqin odamlari va narsalarining o'lib ketishi yoki yutib ketishiga qarta qaytiradigan normal inkosidir. Bu haqda Gerard Le Stesser mundaq deydi.
Bizning yo'qotishga qanday inkas qaytarishimiz muhimdir. Bu inkas keng ma'nodan bizning hayotimizning sifati, nishoni va ta'sirini belgilaydi. Bu qayg'u-hasrat yo'qotishga, bo'libmi chunqur munosabat va mehr-muhabbat qurilgan birining o'limiga qaytariladigan inkasdir. Gerçi bu inkas ko'p hollarda yo'qotishga bo'lgan hissiyotni inkas bo'lsa-mu, yo'qotishga bo'lgan hissiyoti inkas bo'lsa-mu, uning yana bir fiziklik, bilishlik, qilmishi, ijtimoiy, kultural, ma'naviy va falsafiy taraflari bordir. Hayotda ham erishimiz ham yo'qotimiz. Hayot berganni o'lim oladi. Shundimi hayotda ba'zi erishganlarimiz yo'qotganlarimizdan, yana ba'zida yo'qotganlarimiz erishganlarimizdan ko'p bo'ladi. Mayli qandaq bo'lsin, har qanday shakldagi yo'qotish bizni qayg'uga soladi. Chunki yo'qotishning alimi barliqning shodligidan kuchlidir. İnsan tabiatidan salbiylikka ijobiylik qaraganda sezimchan keladi. Yo'qotishda insonning bu dunyoda bo'lishining psixik asoslarining biri bo'lgan bexatarlik tuyg'usi jiddiy xatarga uchraydi. Ontologiyalik nuqtadan yo'qotish yo'qolgan narsaning ta'sirining engimizda yo'qolmay davomlashishidir. Bu yo'qlikning barliqlashishi bizni har vaqt besaramjon qiladi. Chunki u yo'qolgan narsaning yo'qolmas xotirasidir. Uning realligimizda yo'qsimu xiyolimizda yo'qmaydiganligining sababidir. Biz hayotimizda nurg'un yo'qotishlarga qayg'uramiz. Xizmatimiz, yaxshi ko'radigan velosipedimiz, salomatligimiz va tunji muhabbatimiz qatorliqlar. Bu ma'nodan yo'qotish ikki xil bo'ladi. Fiziklik va abstrakt. Oldinqisi individual ma'lum fiziklik munosabatda bo'lgan va o'lchalaydigan obyektning yo'qishini ko'rsatsa, keyingisi rafiqasi o'lib ketish sababli xotirjamligini va sevgisini yo'qotish qatorliqlar. Yig'lash qayg'urishning normal tarkibiy qismidir, ammo yig'lash va yo'qotganlar haqida so'zlash ba'zida ziyonli bo'lishi mumkin. Ya'ni yo'qotganlarni so'zlashga zo'rlansa va haddidan ziyoda so'zlab va yig'lab ketsa, buning ruhiy sog'liqqa belgilik salbiy ta'siri bo'ladi. Ammo qayg'urish cho'qim mo'tadil va qayg'urg'uchi o'zini kontrol qiladigan ahvolda cho'qim so'zlanmasi bo'lmaydi. Chunki yo'qotish sag'ir tilda desak, yurakni yeydi. Odamni ichidan tugashtiradi. Uni boshqalar bilan, bo'libmi hissdoshlik qilguvchilar va hatto empatiya qurolg'uvchilar bilan o'rtoqlashganda psixik aslik kelishga foydali bo'ladi. Bu haqda qayg'urish va uni davolash bo'yicha ko'z ko'ringan psixolog Kübler-Ross o'zining 2005-yili nashr qilingan oxirgi kitobi Qayg'u va qayg'urishda bunday deydi. Hikoyangni doim tafsiliy deb turish qayg'urish jarayonida muhim o'rinda turadi. Sen cho'qim uni so'zlab ichingni bo'shatmasang bo'lmaydi. Qayg'u cho'qim saqayganligiga qarata shohidlanish kerak. Bu psixik davolashdagi katarsis prinsipidan kelgandir. Katarsis kuchlik yoki besilingan hissiyotlarni qo'yib berish orqali psixik bo'shinish tepish jarayonini ko'rsatadi. Bu dastlabida Aristotel tarafidan o'ttirib qo'yilgan uqum bo'lib, uningga ko'ra odamlarning tragediyadan huzurlana olishi, ularning hissiyotlarini, bo'libmi kallasidagi salbiy hissiyotlarini bu orqali tozalay olishidir. Bu xuddi qaynayotgan qozonning to'qini ichib, besimini tuvallatish uchun uning g'o'rini chiqarib o'tishga o'xshaydi. Bunun bilan odam yeniktab qoladi. Gerçi psixologiyada hikoyasini aytishning qayg'uning ta'sirini yeniklatishga haqiqatan foydasi borligi haqida qoyilqarlik bir fakt bo'lmasa-mu, ammo odamning yo'qotganlarga yolg'iz qayg'urishiga qaraganda uni boshqalarga aytib berishi yanada muhimdir.
Bu ma'nodan chet eldagi Uyg'urlarning ahvolini aytganda, vatanda Xitoy lagerlari va turmalarga elib kirilgan, yo'qotilgan yoki o'ldirilgan ota-onalari, urug' tuqqanlari, do'stlari, yurtdoshlari, kasbdoshlari va boshqalar uchun ijtimoiy mediada guvohlik berish yanada muhim o'rin turadi. Siyosiy jihatdan bu Uyg'urlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar va boshqa turkiy tilli millatlarga elib berayotgan qatl-amining razil va yoshirin yuzini dunyoga ichib tashlashda ahamiyati intayin zo'rdir. Bu Uyg'ur qatl-amining hozirgi Xitoy hukumati tomonidan rad qilinishi va tinivilinishi rad qilishda va kelgusida xalqaro sudlarda Xitoyning qatl-am jinoyati bo'yicha sudlashga paket to'plashda intayin muhim o'rin turadi. Chunki qatl-am bir xalqni taltikus yo'qotishni nishon qiladi. Bu yo'qotish shu xalqning a'zolarini emas, balki ularning hamma narsasini, jumladan tarixini, kollektiv xotirasini va adolat talab qilish jasoratini yo'qotishni ko'zlaydi. Guvohlik berish mana shu mislsiz yo'qotish harakatiga bo'lgan qarshilikdir. O'tkazilayotgan jinoyatning surqining hargiz yo'qolmaydiganligini keskin bildirishdir. Bu ma'nodan har bir guvohlik Xitoyning jinoyatini bir qatim o'tirib qo'yish, uni bir qatim so'roqlash va kelgusidagi adolat uchun bir qatim paket to'plashdir. Guvohlik berishning psixik jihatdagi roli siyosiy jihatdagi rolidagla muhimdir. Guvohlik berish keskin qilib aytganda bir katarsis jarayonidir. Haqorat deyiladigan, adolat chaqiriladigan, jinoyatga bo'lgan g'azab nafrat ifodalanadigan va insoniy yashashga bo'lgan umid o'ttirib qo'yilgan bir jarayondir. Buningda besibilingan hissiyotlar etilib chiqadi. Tushib ketgan boshlar qaytadan dushmaniga tik qaraya oladi va xo'rlangan g'urur o'zini qayta namoyon qila oladi. Bu orqali sal qarashga bo'lmaydigan psixik aslik kelish unumini yaratqili bo'ladi. Yana bir nuqtadan hayoti vayron qilingan bir odam uchun haq adolat talab qilish shu kishining hayotini yangi va mohiyatli ma'noga ega qiladi. Uning hayoti bir maqsadga ega bo'ladi. Qatl-am tarafidan vahshiylarcha vayron qilingan hayotlik bu jarayonda qaytadan psixikada, kollektiv psixikadami ham shunday quriladi. Texim muhimi bu jarayonda vayronchilik ishida o'lganlar uchun adolat talab qilish ularning chidamchiligini oshiradi. Hayotda maqsad bo'lish va uning uchun yengilashdan tirkishish odamning vujudidagi barliq qudratni, biz banda tasavvur qila olmaydigan barliq moddiy va ma'naviy qudratni ayon qiladi. Ba'zilarda yo'qotishga qarta yig'lay olmasaqmi, yo'qotishga bo'lgan tabiiy va sog'lom inkas bo'lib, qayg'urg'uchini psixik jihatdan ching tutib turishdagi muhim omildir. Chunki ba'zi kishilar yig'lamaslik orqali qalbida yoshirin holda o'zining qayg'usini yeniklatishga harakat qiladi. Ammo shuni deyish kerakki, yo'qotganlari oldida yig'lash hargiz ojizlikning ifodasi emas. Ko'zdan oqqan yosh yuzni yumaydi. U yurakdagi hasratni yuydi. Bo'libmi, erlarga kelganda yig'lash texmi ojizlikning belgisi bo'lmasligi kerak. Shunisi aniqki, bir aqay deb qolgan ko'z yoshini to'xtatib ola olishi mumkin. Ammo vujud aman bir amallar bilan yig'laydi, ham yig'lab olishi kerak. O'zini bo'shatib olishi kerak. Bu orqali u qalbidagi hasratni sirt qo'yib beradi. Yana qayta yig'lamaslikka g'ayrat to'playdi. Qayg'urish haddidan ziyodi qattiq bo'lsa va uzun so'zilib ketsa, murakkablashgan qayg'uga aylanib ketadi. Ba'zida qadrlik odabidan ayrilib qolg'ishlarmi o'zida, ba'zida bevosita holda bu xil qayg'uning alomatlarini ifodalaydi. Bu xil qayg'u odatdagi qayg'uga o'xshamaydi. Buningda qayg'urg'uchining qattiq qayg'urish sababli mental va fiziklik buzilish alomatlari ko'riladi. Odatdagi qayg'u bilan murakkablashgan qayg'u o'rtasidagi farq qarata Mayo klinik tadqiqotchilari mundaq qaraydi. Oldinqisi yo'qotishga bo'lgan qayg'urish hissini ko'rsatdi va ma'lum mezgil davomlashib, asta-asta pasaydi. Ammo bu qayg'u murakkablashgan qayg'uga aylansa, yo'qotish hislari qayg'urg'uchining normal hayotlik iqtidorlarini joriy qildira olmasga qo'ydi va uning ta'siri nihoyat uzoq mezgil davomlashadi. Agar qayg'uga psixologga ko'rinmasa, uning kasallik ahvoli ham og'irlashib ketishi mumkin.
Onun alametleri tövendikiçe. Yo'qotqanға və yo'qotqan qadirlik adamdan qılğan narsalarga haddidan ziyada diqqat berish, o'lgichini sig'inish va uning o'limini qabul qila olmaslik yoki qabul qilishda qiynalish, sezimsizlik yoki ayrilib qilish, yo'qotishga qarta har vaqt achchiq yotish, hayotdan huzurlanolmaslik, tushkunlik yoki chunqur azob, hayotning doimlik ish kuchlarining o'disidan chiqolmaslik, ijtimoiy faoliyatlardan o'zini tortish qatorliqlar. Uyg'urlarning bu qatlamda yo'qotganlari, yo'qotayotganlari va kelgusida yo'qotadiganlarini til bilan tasvirlash mumkin emasdir. Bu bir butun millatning hamma narsasining degidek intayin shafqatsizlikda va razillikda yo'qotilishidir. Bu xuddi Türk'e mıxlanğan bir adamның jazosi üstüde göşünün bir burdamda yulub taşlanıp, ahiri qansırab, çidoqsiz azap içinde ölüşüge oxşaydı. Bu qiynaqның ən rezil tərəfi şu ki, o jazolanğuchini bir vaqtda ikki xil qarama-qarshi rolni tang alishga zorlaydı və şu arqali qiynaqның dərisini ikki qatlash maqsadiga yetməkçi bo'ldi. Bir vaqtda hem Türk'e azaplanğuchi, hem bu azapның şahidi bo'lishga majburlanğuchi. Bunun yana bir muhim rol elishga yo'l qo'yilmaydi. O'zini qutqizish. Shuningdek, bu qiynaqning vaqti uzartilgan bo'lib, azaplanğuchining nali faryadi, azaplanishi qancha uzoq so'zilsa, uni jazolag'uchilarning sadistik huzurimi shuncha uzoq so'zildi va shuncha qanidi. Uyg'urlarning yo'qotayotganining yana bir tragediyalik ma'nosi nuqul holda ularning qanchalik narsalarni yo'qotayotganligi emas, balki qanchalik narsani yo'qotganligining to'liq bilmasligidir. Bunun asosiy sabablari tövendikicha. Biri, Xitoy hukumati bu qatlamni intayin maxfiy elib beryapti. İkincisi, Xitoy hukumati bu qatlamning Uyg'ur qurbonlarini asosan chet elga chiqarg'izmaslikqa qattiq diqqat qilib kelyapti. Uchinchisi, chet eldagi Uyg'urlar vatanda nima ishlarning bo'lganligini na telefon orqali bilmaydi, na berib. To'rtinchisi, bu qatlam texi oxirlashgani yo'q. Bu bililmaslik chet eldagi Uyg'urlarni qattiq andishaga solyapti. Ular TikTok'ning u yer bu yerdagi ba'zi video parchalari, chet elga chiqib qolgan rasmlar, chet el muxbirlarining xabar maqolalari va analizlar orqali bu qatlam to'g'riliq to'liqsiz ma'lumotlarga erishyapti. Shuning bilan bir vaqtda bu bililmaslik ma'lum ma'nodan u qadar qo'rqinchli ish emas. Chunki chet eldagi Uyg'urlar Xitoy elib boran qatlamning haqiqiy darajasi, ko'lami va zahmatining oqibatlarini to'liq yoki to'liqroq bilganida hozirgidan necha ruhiy vayronchilikqa va qalayonqonchilikqa duchor bo'ladi. Shunga bu bilmaslik Uyg'urlarni ruhiy jihatda ma'lum bir umid tutib turyapti. Ularning qalbini bir mo'jizaga talpindiryapti. Shundaqdimi, bu bilmaslik yanala Uyg'urlarni chonqur andishaga solg'uvchi omildir. Ularning ba'zilari vatandagi ota-onalarining hayot yoki o'ldirilganligini bilmaydi. Bu bilmaslikda ular yanala ularni hayot deb o'ylab, ularning hamon bir kuni ashu do'zaxsimon muhitdan qutulishiga umid bog'lay oladi. Ammo ularning ota-onasi allaburun bu qatlamda vafot bo'lgan bo'lsa, ular buni bilmay yursa yoki kechikib bilsa, buning asrati texim ig'ir va texim alamlik bo'ladi. Yaqinda Irin Xandili va Nazli Bahmani tarafidan e'lon qilingan Uyg'ur shoirasi Fatima Abdulg'afurning dadasi Xitoyda 2 yillar ilgari vafot bo'lgan. U buni texi yaqinda bilgan sarlavalik xabar maqolasi chet elda Fatimaning va uning kabi sanoqsiz Uyg'urlarning boshiga kelgan yo'qotish, musibat va vatanda nima bo'layotganligini bilmaslikning azobini tafsiliy yozadi. Xabarda Fatima o'zining bu xabarni olgandagi ta'sirotini mundaq bayon qiladi. Men uni til bilan tasvirlab bera olmayman. Bu bekla qo'rqinchlidir. U yana o'zining musibatlik his-tuyg'ularini she'r orqali mundaq ifodalaydi. Sen yo'q minutlar, vaqtliqni unutgan, uyqudagi ko'z, kunduzligini unutgan. Mazkur maqolada yana Sidneyda yashayotgan 2 bolasi va ayoli vatanni tutib qolinib, chet elga chiqarilgan Mahmudjon Abdurahimning echinishli hikoyasiga yer berilgan. U bu vaqtda mundaq deydi: Qadrdoning yo'qolsa,
hal bo'lmagan qayg'uchimisan. Mazkur maqolada chet eldagi Uyg'urlarning mushu xildagi azobli kechmishlariga qarata kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoyga mas'ul direktori Sophie Richardson majburiy o'qitib etishlarning asoratli bo'lganligi uchun xalqaro qonunni qattiq dafsana qilishga kirdiganligini aytadi. Avstraliyadagilar emas, balki dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur diaspora a'zolari attigini o'rnidan turibla o'zlarining qadrdonlarining nadiligini va naga qamalganligini, ularni yana qayta ko'ra oladigan, ko'rilmaydiganligini yoki qo'rqinchli holda ularning tirik yoki o'lganligini bilmaslikning asoratiga duch keladi. Angliyalik ayol McQueenlar 2007-yili Portugaliya sayohatga borganda qizi Magdalene tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Bu xabar ta hozirgacha Angliya matbuotidagi qiziqdigan bo'lib kelyapti. Shuning bilan ularning hayoti butunlay ostin-ustun bo'lib ketdi. Ular har kuni ham qizini yo'qotib qo'yishda qo'rqinchli aslamasidan cheksiz azobga cho'ksa, yana bir tarafdan bu azob ichida qizini topishga bo'lgan umidini yo'qotmaydi. Uningga mahkam eslab yashaydi. 2018-yili ata McKean o'zining bu 11 yil ichida qanchalik ruhiy azobga duchor bo'lganligi va hatto tushkunlik qutqanligini bir qatorliq televiziya suhbat programmasida tomoshabinlarga ochiq oshkor aytdi. Yuqorqi yo'qotish kechmishlaridan shuni ko'rib olamizki, qadrdonini o'limga emas, balki noaniqlikqa yo'qotib qo'yishning qayg'usida umid bilan umidsizlanish, iztirob bilan mo'jizani kutish, gunoh tuyg'usi bilan iroda qatorliqlar tang mavjud bo'ladi. Hatto ba'zida eng umidsizlanganda tuyuqsiz qizining yanada o'lim xabarining kelganligidan iborat bu holat ularga yangi, garchi u qadar mavhum va ba'zida aldashchan bo'lsa-mu umid bag'ishlaydi. Ya'ni ular uchun qizining o'lim xabarining kelmaganligi ham umid bag'ishlarlik, ham andishlik bir murakkab holatdir. Shundaqla ular qizini qayta ko'rishdan iborat bu tasavvuriy umiddan hamda bahramand bo'layotganda, ularning qalbini ushtumtut qizining allakimlarning qo'lida allaqanday qiyin kunlarni ko'rayotganligidek ichinish sarguzashtlarining tasavvuri tilg'aydi. Ular mana shu jiddiy o'zgarishlar davomida ma'naviy jihatda goh o'lib, goh tiriladi. Ya'ni yashashning buyukligida qayg'u umidga o'rin bo'shatsa, ozli o'tmay o'limning yoshirin xirislarida yana shu umid qayg'u o'rin bo'shtadi. Bu o'rin bo'shtishlar to'xtamay davomlashadi. Ularning kallasi mushu o'rin bo'shtishlarda to'xtamay davom qo'ydi. Texmi echinishliqi ularga bu umidni berayotganligi kaskin reallik nuqtasidan ularning qizining haqiqatan hayot ekanligini bilganlik emas, balki uning o'lik tirikligini bilolmasligidir. Ya'ni uning tirikligiga bo'lgan ishonch faqat uning o'lim xabarining kamligidilla, texi bilinmaganligidilla kelgan. Ammo hech kim uning haqiqatan o'lik yoki tirikligini bilmaydi. Dal mushu bilmaslik vaqtincha yoki mangulik bilmaslik umidning manbasidir. Bu ma'nodan umid biz bilmagan shayga qilinadigan ishonchdir. Umid biz ko'rolmaydigan, ammo ishonadigan kelgusiga ijobiy nazarda qarashdir. Texim ilgirlab aytsak, yo'qolg'uchining tirikligini bilish, yana uning sog'-salomatligini bildirmasligi mumkin. Ehtimal u odam qiyos qilolmaydigan azobli kechmishlar davomida ruhiy jihatdan og'ir zaxmiga uchragan bo'lishi mumkin. yoki fizikalik jihatdan ig'ir xo'rlanib, palaj qilingan bo'lishi mumkin. Nimaliki bo'lmasin, uning tirikligi uning qadrdonlari uchun yanada bir xushalliqdir. Qo'rqinchligi agar u mangu tepilmasichu, tepilmaslik yo'qotishning eng azobli shaklidir. Uningda yo'qotishning borligi, uning ochiq aslamasi odamning kallasida har vaqt qo'rqinchli tarzda alanglab turadi. Uningga hargiz ruhiy oromlik bermaydi. Yo'qotquchi bir umr, bir qarang'u va oxirlashmas koridorda, ma'naviy koridorda yo'qolg'uchini izlab o'tadi. Odam tug'ilgandan keyin o'ladi. O'lganda uning qabri qotiriladi. Bu uning jasadining nadilkining nishonidir. Bir qabrining tiklanishi nuqul holda kimning u yerda ko'milganligini emas, balki bir hayotning oxirlashganligining belgisidir. Bu oxirlashish dafn marosimi va qabr orqali simvollik bildiriladi, xotirlanadi.
Agar qabri bo'lmasa yoki qabrida yotadigan odamning jasadi topilmasa, bu odamni besaramjon qiladi, iztirob qiladi. Bu butunlay biz odatlangan hayot tajribasiga qarama-qarshi bo'lgan tushuncha, qarshi tuyg'uliq holatdir. Buningda hayot xuddi g'uvildab turgan qorong'ulik tomon mangu yepilmagan eshikka o'xshaydi. Yo'qolg'uchi xuddi tepilmoqchi mangu o'zining go'rini topolmay tinib yurayotgandek, go'rida yotolmay mangu sarson sargardon bo'layotgandek bilinadi. Har qatim uni eslasak, uning u tarafini tasavvur qilib baqsak, tiniqimiz to'xtab qolgudek darajada hasrat chekimiz. Chet eldagi nurg'un Uyg'urlarning psixik ahvoli dal mana shundaq. Hozir mutlaq ko'p qismimiz vatandagi urug' tuqqanlarimizning o'lik taklikini bilmaymiz. Ba'zilarimizning bildiganlarimiz bir qism yoki hamma urug' tuqqanlarimizning Xitoy lagerida yoki turmalarda yoki qo'l emgak zavodlarida ekanligidir. Albatta, bu ularning tirik ekanligini bildiradi. Ammo ularning bu tirikligi o'lim purab turadigan joylardagi o'limgohdagi tiriklikdir. Her qatim bularni o'ylaganda, tasavvur qilganda, hammamizning qalbi bir qatim alamli qayg'uga cho'kadi, mo'jiladi, alanglaydi. Ammo yana birdamdan keyin ularning qo'yib berilishiga bo'lgan g'uva umid bizni sirliq tarzda bezdaydi. Keynidilla ularning tirik ekanligiga shukr demaslikka amal topolmay qolamiz. Bir kunlari qayta ko'rishning shirin xayollari ko'nglimizni allaydi. Birdamdan keyin lager haqidagi guvohlikdan birini anglagandan keyin lassida bo'lib, ko'nglimizga kelmagan xayollar kelib, qo'rqinchga tushamiz. Kallamiz mana shundoq izpazlik, umid bilan umidsizlik umid bilan umidsizlik, qayg'urish bilan intilishning murakkab aylanishida to'xtamay tavranadi. Uyg'urlarning navbatlik ahvolidan elib aytganda, ular bu qatlamning kollektiv qurbonligiga uchrag'ishlardir. Ular, bo'libmi chet eldagi Uyg'urlar yuqorida aytib o'tganimizdek bu qirg'inchilikning vositalik qurbonlari. Uning shohidlari ham kuzatkichidir. Shundaqla ular ham vatandagi qadrdonlarni qutqizuvchi, ham o'zlari hissiyot nuqtasidan olganda qutqizishga muhtojlardir. Mana shu murakkab rollarni bir vaqtda elish Uyg'urlarning kollektiv psixikasining naqadar murakkablikka, davolg'ishlarga va qalayimqonchiliklarga to'lganligini tushuntirib berdi. Chet eldagi Uyg'urlar hech zamon bir xil rolni, qiyosiy yoki real ep baqqan emas. Ularning bu xilma-xil rollari ko'p xil bo'lishdan tashqari bir-biriga qarshidir. Psixik rol, ya'ni idroklangan rol, odamning o'zini idrok qilishida muhimdir. Bu orqali odam o'zining o'yini, harakatini ham uning maqsadini aniqlaydi. Shunaqla boshqalar bilan aloqalashadi. Rol to'qinishi jamiyatshunoslikdagi muhim atalg'i bo'lib, odamning bir-biri bilan to'qinishadigan ikki rolini tangli elishi yoki elishga majburlanishi yoki ikki rolning bir-birini chetga qo'yadigan ikki vazifasini tangli elishini ko'rsatadi. Buningga misol olsak, bir doktor kasal bo'lib qolsa, u ham doktor ham kasal bo'ladi. Rol to'qinishida ma'lum individual ega bo'lgan ikki xil vazifa, rol yoki ijtimoiy kutishlarni bir vaqtda ado qilg'ili bo'lmaydi. Birini qilib, yana birini qilish, ma'lum qanoatlanishni barliqqa keltirsimi, yana bir tarafdan vazifa va kutish ado qilinmay, ko'ngli yerimliq kelib chiqadi. Bu xil to'qinishchan rolni elib yoki ep qilish hech qachon hamma tarafni va hamma kishini to'liq rozi qiladigan natijani ep kelmaydi. Birini rozi qilish ko'p hollarda yana birini norozi qilishni oldingi shart qiladi va oxiri ko'ngilsiz xulosalanadi. Rol to'qinishi qancha uzoqqa so'zilsa, odam shuncha jiddiylashadi, stress tushadi va erib charchaydi. Vaqt o'tgan sari u odamda umidsizlik va hatto o'zini nafratlanish va gunoh tuyg'usini keltirib chiqaradi. Bu odamning ichida o'zi bilan o'zi tensiz jon talishga o'xshab ketadi. Diqqat qilinmasa, odam boshi oxir chiqmas to'qinish ichida qoladi. Uyg'urlar beshidan kechirayotgan rol to'qinishi o'zining idrokida shakllangan ichki rol bo'linishi bo'lib, uni ular o'zligidan ongli holda shakllantira olmaydi. Uning qachon va qanday oxirlashishini to'liq belgilay olmaydi. Aksicha, u Uyg'urlarning navbatdagi alohida sharoitining talabi va aloyiligi tarafidan shakllangan bo'lg'achqa,
Faqat bu sharoit o'zgarmaguncha bu rol to'qinishining o'zgarishi basi mushkuldir. Shunga Uyg'urlar qatlam to'xtamaguncha bu qatlamning hozirgi davomlashishidan kelib chiqadigan bu rol bo'linishining ruhiy qiynoqlardan hargiz qutulolmaydi. Undaqda bu azoblardan qutulishning qanday yo'li bor? Bu yerda ilgari Uyg'ur tiliga tarjima qilinib, bir aza g'ulg'ul qo'zg'agan Dali Karinlikning Qayg'urmang, Batırlar Yaşang degan kitobini qisqacha eslash zarurdir. Mazkur kitobning bir avlod Uyg'urlarning mustamlika ostidagi qayg'uliq ro'yxatini yengishiga, hayotga aktiv va umidvor pozitsiya tilishiga qanchalik yordam berganligini so'zlamayli qo'yaylik. Bu yerda diqqat qilarlik shuki, kitobning asli ingliz nusxasidagi ismi How to Stop Worrying and Start Living bo'lib, Xitoychaga Beyo'xo Yongandi Shingxo deb tarjima qilingan. Shuning bilan Xitoychadan Uyg'urchaga tarjima qilingan bu kitob tabiiy holda Qayg'urmang, Batırlar Yaşang deb tarjima qilingan. Aslidagi inglizchasi qandaq qilganda ansirashni to'xtatib, hayotni yashashni boshlag'ili bo'ladi deb tarjima qilinsa to'g'ri bo'ladi. Shuningdek, kitobning ismi amaliyotda ushbu kitobdagi markaziy ideyaning kitobxonlarga ixcham va oldin ola bildirilishi edi. Ammo Xitoycha tarjimada aslidagi asarning bu mavzu orqali gavdalanadigan asosiy maqsadi sal-pal burma o'tilgan. Uningda hayotdagi andishini bir yoq qayirib qo'yib yashag'ili bo'ldigandek bir puroq chiqib qolgan. Amaliyotda avtorning demoqchi bo'lgani ansirashni yo'qotishning mumkinsizligidir. U har vaqt inson sharoitining texmi taroit aytsak, bizning insonligimizning muhim tarkibiy qismidir. Shu sabab qayg'urmaslik mumkin emas, ammo qayg'uni pasaytish, ma'lum ma'nodan yengish, uni kuchga aylantirish va hatto uningdan olqish mumkin. Dali Carnegie idealarining muhim tarkibi qadimki Grek filosofi Epikурosdan tepish mumkin. U boshqalar tanqidlagandek hedonist emasdir. Hedonist huzur alovat surishni qo'llashquchi va uningga o'zini atuvchi shaxsni ko'rsatadi. Bu atalg'u qadimki Grek falsafasidagi hedonizm deb ataladigan shodlik atalg'usidan kelgan bo'lib, hayotda faqat shodlik yoki azoblar bizni qo'zg'atadi deb qaraydi. Etiklik yoki baholashchan hedonizmning qarashicha faqat shodliklar odamning qo'g'lishiga arziydi ham uning qimmati bor. Azobning qo'g'lashchiligi yo'q yoki u qo'g'lishga arzimaydi. Angliya filosofi Jeremy Bentham psixologiyalik va etiklik hedonizmini tadqiqlab, o'zining axloqlar va qonunlashtirishning prinsiplarini tunishtirish degan asarini mundaq boshlaydi. Tabiat insoniyatning ikki egilik huquqli xo'jayinining boshqarish ostiga qo'ydi: azob va shodlik. Bizning nimani qilishimiz kerakligini o'ttirib qo'yish va nimalarni qilishni belgilashimiz faqat bularning sababidandir. Amaliyotda u dal uning aksini deydi. Ya'ni u insonlarni to'xtamasdan o'ziga huzur bag'ishlovchi ishlarni va narsalarni qo'g'lishi vermasdan, balki o'zlariga huzursizlik olib kelgan narsalardan, masalan, azob, qayg'urish va qo'rqinchdan saqlanishga chaqirdi. U odamlarni o'zidagi iztirobga cheklim qo'yish orqali turmushdagi oddiy va ahamiyati ko'p hollarda tuvan qariladigan shodliklardan huzurlanishga chaqirdi. Oila, do'stlik va ko'ngillilik sayohat. Bu xil oddiy shodliklarni hayotimizda qo'g'lish orqali azobdan xoli va tinch xotirjamlikka to'lgan hayotni to'liq bilan amalga oshirish maqsadiga yeta olamiz. Tashqi dunyo o'zgarishchan va faraz qilg'usizdir. Shunga uni tamoman kontrol qilish mumkin emas. Chunki u cheksiz mumkinchilikda sekund ichida o'zgara oladi. Biz bo'lsak, ko'p bo'lsa, ma'lum vaqtda nihoyat cheklik o'zgarishlarni oldin qiyos qila olamiz. Lekin yana bu qiyoslarimizning ko'p qismi amaliyot yuz bermaydi. Bu ma'nodan tashqi dunyo mayli biz qanchalik qiyos qilayli, hamon bizning qiyosimiz bo'yicha emas, balki o'zining cheksiz sabab natija zanjirining unumini boshqarish bo'yicha o'zgarib turadi. Uning bizga beradigan ta'siri ham shundoq. Biz har vaqt bu dunyoning har bir o'zgarishiga inkas qaytarib ma'amiz desak, iztirobga, ruhiy orollikqa,
tinchsizlikqa va oxiri azobga umtla bo'lamiz. Hatto buni nazariya jihatdan olganda to'liq qilish tamoman mumkinsiz bir ishdir. Shunga chiqish yo'li shuki, odam oldi bilan hayotida nimalarni kontrol qila oladiganligi va yana nimalarni qila olmaydiganligini obdan ayriya olish kerak. Buningda bizning kontrol qila olmaydiganimiz har vaqt o'zgarib turadigan tashqi dunyo va uning bizga beradigan ta'sirlaridir. Biz bu ta'sirlarni taltikus yo'qota olmaymiz, ham kontrol qila olmaymiz. Ammo kontrol qilishimiz mumkin bo'lgani bu ta'sirlarga qaytaradigan aks ta'sirlarimizdir. Bizning uningga qaytaradigan inkaslarimizdir. Ya'ni bizning kontrol qila oladiganimiz bizning inkaslarimiz. Kontrol qila olmaydiganlarimiz bu inkasning tashqi qo'zg'atqichlaridir. Shunga zihnimizni o'zimiz kontrol qila oladiganga markazlashtirib, kontrol qila olmaydiganimizni o'z mayliga qo'yib etmasak bo'lmaydi. Buningda biz kuchimizni o'zimiz qila oladigan ishga markazlashtirib, qila olmaydiganlarimizga ortiqcha vahim yemaymiz. Bu orqali biz o'zimiz kontrol qila olmaydiganni kontrol qilish o'rinishidan kelib chiqadigan behuda stress, tashvishlanish va iztirobni azaytamiz. Epkurus bu haqda mundaq deydi. Ba'zi narsalar bizning kontrolligimizda, yana ba'zilari undaq emas. Kontrolligimizdagilar ko'z qarash, qo'g'lishish, istak, nafrat va yig'ib aytganda bizning harakatlarimizdir. Kontrolligimizda bo'lmaganlari badan, mol-mulk, nom-sharaf, buyruq va yig'ib aytganda bizning harakatlarimizdan bo'lmaganlaridir. Bu orqali u kontrol qila oladiganlarimiz bilan kontrol qila olmaydiganlarimiz o'rtasida aniq fasil sezishga hamda oldinqisi uchun ko'proq boshqa turishga, keyingisini amal bor o'yimizning sirtida qoldirishga chaqiradi. Bu haqda Carnegie kitobida mundaq deydi. Agar iqtisodiy ahvolimizni yaxshilash mumkin bo'lmasa, u holda o'zimizning uningga bo'lgan mental pozitsiyamizni yaxshilay olishimiz mumkin. Bu tipik stoikcha qarashdir. Hammamizga ma'lumki, bizning iqtisodiy ahvolimizning ba'zilari darvaqa bizning kontrolligimizda bo'ladi. Masalan, nimaga mablag' solish, qandoq solish va foydani ziyonni qandoq bartaraf qilish qatorliqlar. Shundaqla uningda yana bizning kontrolligimizdan olqib ketganlarmi bo'ladi. Masalan, bozor, pul paxalligi, xaridorlarning tanlashi, sotiladigan molning sifati qatorliqlar. Ba'zida biz shundaq bir iqtisodiy ahvolda qolamizki, savdimizni ro'naq topqizishga qancha kuchimayli ziyon tortib turibmiz. Shundaq vaqtda biz yanala o'zimizning ziyon tortishga bo'lgan pozitsiyamizni o'zgartira olamiz. Ziyon tortsaqmi, hayotdan kechib ketmay, yanala hayotdagi eng kichik xushalliklardan bahramand bo'lish fursatini qo'ldan bermay yashay olamiz. Buni Carnegie hozirda yashash va o'sha xushalliklarni qo'ldan bermaslik deb ataydi. Biz o'zimiz istaganning hammasiga ega bo'la olmaymiz. Shunga kunimizni ansirash va o'chmanlik bilan zaharlamayli. O'zimizga yaxshi qarayli. U texim ilgirlab, odamni hayron qoldiradigan mono so'zlarni yozadi. Shuni unutmasligimiz kerakki, hatto biz puxta qashalangan bir dunyoga ega bo'lsakmi, kunda 3 vaqt tomoq yeymiz va har vaqt bir karavotda yotamiz. Buni hatto bir quduq ko'lg'uchim qila oladi. Ehtimol u texim zo'q bilan tomoq yeyishi va Rockefellerdan xotirjam uxlay olishi mumkin. Buningdan shuni ko'rib olish ta'sir emaski, mayli Epikuros, mayli stoikchilar, mayli Carnegie bo'lsin, hammasining targ'ib qilayotgan shodlik tushunchasi shuki, odam shodlikni qalbidan tepishi kerak. Chunki faqat qalbda haqiqiy shodlik bo'ladi. Uzoq saqlanadi va ma'nilik bo'ladi. Tashqi dunyoga bog'lanish odamni shodlikni qalbidan huzurlanishdan mahrum qoldiradi. Uning ustiga uning umrimi ko'ti bo'ladi. Uzoqqa bormaydi. Tutib qolg'ili bo'lmaydi. Faraz qilib qayta shakllantirish texim mumkin bo'lmaydi. Uning ustiga o'zidan sirt turadigan shaylardan shodlik tepishga urinish odamni o'zining yoshirin iqtidorini to'liq namoyon qilish va reallashtirishdan to'sib qo'yadi. Albatta, ularning qarashlari o'zimizning kontrolida bo'lmagan ahvol, sharoit va shaylar bilan qarimiz bo'lmasligi kerak deganini bildirmaydi. Faqat ularning qayta ta'kidlayotgan nuqtasi odamni behuda ansirashning qurboni bo'lishdan saqlanib, o'zining vaziyatiga qarata realistik va aqliy qarashga ega bo'lib,
Özgürüşçan dünyada aldırab özgürüp ketmeydigan fazilatning va odatning va pozitsiyaning kuchi bilan shodlik qo'g'lashga va erishilgan shodlikni yaxshi saqlashdir. Ammo Karnejining qarshida bundaq bir oqibatni nazardan saqlatmasligimiz kerak. Ya'ni u odamning taqdirining tamoman o'zining qo'lida ekanligini mutlaqlashtiradi. Odam o'zining xo'jayinidir. U o'ziga ega bo'lishi kerak. Mazkur kitobda u shundoq bir ideyani qayta-qayta ta'kidlaydiki, nimaning yuz berishidan qat'iy nazar bu yerda salla bor bo'lgan bo'lasan. Yana o'zingdan boshqa hech kim senga tinchlik olib kela olmaydi. Bu qarashning negizi manchilik va individualizmdir. Uningda shaxs o'zining irodasi bilan qarorning markazini deb qaraladi. Shaxsning kollektivning va jamoatning kontrolining xoliy qoldirilishi, izdiladigan erkinligi va o'z-o'zining yetarliligi ta'kidlanadi. Bu qarash yana shuni o'ttirg'a chiqaradiki, ziyoda individualizm jamoatchilikdan ayrilgan, faqat o'zini o'ylaydigan shaxsiyatchilikda to'xtaydi. Bu haqda Shvetsariyalik tarixchi Yakob Burkhartning qarashicha, individualizm shaxsiyatning sifatiga aylanadi. Bu shaxsni muqaddaslashtirish bo'lib, hatto uningga cho'qinish darajasiga boradi. Ammo bizning bu yerda demoqchi bo'lganimiz shuki, hammani shaxsning qalbida bir taraf qilish, yanada u yashayotgan jamiyatning uningga ko'rsatgan ta'sirining uning o'zini moslashtirish va qobiliyatidan ba'zida olib ketish mumkinchiligini chetga qo'ygan bo'ladi. Masalan, intayin qattiq nomratchilikda tug'ilgan bir bola mayli qanchalik darajada aqlli bo'lib ketsin va mayli qanchalik darajada qalbida o'zini bezlayolsin, yanada qattiq qiyinchilikda yashashdan qutula olmaydi. Ammo Karnejicha psixologiya shunday deydiki, bir insonning xushallik topolmasligi, baxtli yashay-olmasligi eng oxirida uning o'ziga bog'liq. Buningdan shunday yakun kelib chiqadiki, odam o'zining shodligiga mas'ul bo'lishi kerak. Uni cho'qim yaratishi kerak. Undaq qila olmasa, u mag'lub bo'lgan bo'ladi. Bu orqali ular sharoitning u bolaga qanchalik salbiy ta'sirlarni berganligini nazardan saqit qilganidek, u bola yashayotgan davlatning va jamiyatning uning va u kabi millionlagan namorat bolalarning o'sib yetilishiga bo'lgan mas'uliyatini nazardan saqit qiladi. Mavjud kulturning uning o'sib yetilishiga bo'lgan ta'sirini o'ylashmaydi. Bu mohiyatda ba'zi hokimiyatlarning menga yo'sh xarakteridagi tashviqotlarida ko'p qo'llaniladigan shaxsning erkinligini targ'ib qilganda qilib, amaliyotda ularni o'zlarining baxtsizligining asosiy mas'ullari qilib qo'yishni va shu orqali chirik va besimchan davlatning qobiliyatsizligini hamda iqtisodiy tuzumning nomuvofiqligini yoshirishni ko'zlashdek manipulatsiyaga o'xshaydi. Bundaq ahvolda shaxs barliq baxtsizlikini o'zining ko'rishga odatlantiriladi. Nachar iqtisodiy tuzumga qarshi turishdan barg'ansiri qilib, faqat o'zini ayblaydigan bo'ladi. Hammani o'zidan ko'radi. Gunoh tuyg'usiga patadi. Buni Uyg'urlarning ahvoliga tatbiqlasak, ularning navbatda boshdan kechirayotgani odatdagi ko'ngilsiz hodisa emas, yoki u keyincha yaxshilanib ketadigan bir qatimliq tabiiy ofatmi emas, yoki u bir qancha odamning o'limini keltirib chiqargan qatnash hodisasi emas. U 21-asrdagi bir millatning barliq a'zolarining degidek o'ldirilishi, turmalarga solinishi va majburiy emgakka selinishni keltirib chiqargan mislsiz qatlamdir. U endi takrorlanmasin degan ochiq cho'qonlardan keyin ilgirgisidanmi qo'rqinchli tarzda dunyoning ko'zichilab yuz berayotgan kollektiv qotillik insoniyatga qarshi jinoyatdir. Bunday ahvolda Uyg'urlarning kollektiv psixikasining buningga moslasha olishi, uningga qarshi o'zida chidamchanlik shakllantira olishi, uningga tayina olishi, o'zini qaytadan qurib chiqishga umid bog'lay olishi odatdan tashqari yaxshidir. Odatdan tashqari qiyindir. Astagfirullah. Bundaq ahvolda Uyg'urlarning kollektiv psixikasining buningga moslasha olishi, uningga qarshi o'zida chidamchanlik shakllantira olishi, uningga tayina olishi, o'zini qaytadan qurib chiqishga umid bog'lay olishi odatdan tashqari qiyindir. Bundaq ahvolda Uyg'urlarni faqat o'zining qalbidan shodlik izlashga chaqirishning o'zi bekla mumkinsiz.
ularning azobini to'liq tushunmaganlik va hatto ularning azobiga hurmat qilmaganlik bo'ladi. Bu qadar chidag'isiz va sanab tugatkisiz yo'qotishga qarata Uyg'urlar qandoq inkos qaytarish kerak? Zulm davomlashayotgan, o'lim ko'z oldimizda yuz berayotgan va biz hech ish qila olmayotgan ahvolda qandoq qilishimiz kerak? Tashqi dunyodan kelayotgan va biz hargiz kontrol qila olmayotgan, aksiya bizning tuproqimiz, boyliqlarimiz, imkonlarimiz, xalqimiz va hatto bizning his tuyg'ularimizgacha kontrol qilinayotgan bu alvastisman kuchning oldida bizda bo'lishga tegishli ma'naviy kuch nima bo'lishi kerak? Bu nuqtadan agar biz kontrol qilgan narsa asosan qolmagan yoki butunlay qolmayotgan bo'lsa, qanday qilishimiz kerak? Keskin savol shuki, bu qadar ko'tirib qo'pqisiz azob va qayg'u oldida o'zimizni o'ltirib olishimiz kerakmi? Nima shunday qila olmaymiz? Mashhur psixolog va holokist amani Viktor Frankl o'zining aslamsida natsist jazo lagerida azobga chidamay o'zini to'ksimliq to'saqlarga etib o'ltirib olganlarni ko'p ko'rganligini azob bilan yozadi. Shundaqla u bu jarayonda yana o'zini o'ltirib ololmay, hayotga yana umidvor qarab oxiri saq qolgan va lagerlardan ozod qilingandan keyin yangi hayotini muvaffaqiyatli boshlaganlarni ko'radi. Shuning bilan u o'zining Odamning ma'ni izdishi degan mashhur kitobida odamning vayronchilik tortganda intayin qabohatli sharoitda omon qilishi va olg'a qarab ma'alishida muhim bo'lgan ikki omilni o'ttirib qo'ydi. Qaror qilish qobiliyati va pozitsiyaning erkinligi. Odamdan hamma narsa tortib olinsimi, uningdan mundaq bir narsani hargiz tortib olib bo'lmaydi. Bu inson erkinliklarining eng oxirgisidir. Her qandaq sharoitda o'zining pozitsiyasini, o'zining mang'an yo'lini tanlash. Uning qarashicha shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, bizning sharoitimiz bizga qarata marhamatsizdir. Ammo bizning uni qandaq o'ylashimiz, tushunishimiz va sharhlashimiz o'zimizning marhamatiga bog'liqdir. U bu vaqtda mundaq bir misolni oladi. Bir odam ayolining o'lib ketganligi sababli qattiq azoblanib, uning yeniga psixik maslahat keladi. U bu erga mundaq deydi: "Agar siz o'zingiz ayolingizdan burun vafot bo'lib ketgan bo'lsangiz, nima ish yuz beradi?" U er javoban: "Ayolim qattiq azoblanadi" deydi. Ondan Frankl uningga bu azobni uning o'zi tortganlik sababli ayolini azob tortishdan xalos qilganligini aytadi. Buningda ya'ni her ikki odamning cho'qim biri azoblanish kerak bo'lganida erning azoblangani ayolninkidan yaxshiroqdir. Ayolininkidan yaxshiroqdir. Hatto bu tasavvuriy shaklda deyilyapsimi, agar bu o'lim baribir ularning birining boshiga kelsa va uning muqarrarligini kontrol qilib bo'lmasa, ham bu o'lim sababli ularning ishidan cho'qim bir azoblanish kerak bo'lsa, o zaman erning azoblangani yaxshi. Bu yerdagi muhim nuqta Frankl uchun odamning azoblanishi va qayg'urishi u biror ma'ni topganda to'xtaydi. Ya'ni bir odamning o'zining nima uchun azob tortayotganligini bilishi uning qanday azob tortishini belgilaydi. Agar odam sababsiz azob tortsa, bunday azobning ma'nosi bo'lmaydi. Bu qo'rqinchli va hatto dahshatli bir azob bo'ladi. Ammo sababi bor azobning hammasining ma'nolik bo'lishi notayin. Muhim nuqta shuki, odam cho'qim u azobni o'zi bilan ma'lum ma'no ustida munosabatlashtira olishi kerak. Bu ma'noni biz hayotimizda bayqaymizki, qaytadan ijod qilmaymiz. Biz uni yashash orqali, ya'ni muhabbat va biz tanlagan shaklda hayotimizni qayta o'zlashtirish orqali bayqaymiz. Shundaq. U deydi: "Agar biz sharoitni o'zgartirishga qodir bo'lishdan qolsak, o zaman biz o'zimizni o'zgartirishga qirislanamiz." Uyg'urlar uchun bu ma'no zodi nima bo'lishi kerak? Agar ular sharoitini o'zgartirilmasa, o'zini va o'zining pozitsiyasini qandoq o'zgartirish kerak? Mishada bu bilik tugatdi. Alloh hammamizning qayg'ularimizni ko'tarib olsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.